Prosta erkak bo'linglar. Ochiq fikrlar, bor haqiqat. Usta podkast. Assalomu alaykum Rasul aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, xudoga shukr. O'zko podkastiga xush kelibsiz aka. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Endi boshlab qolamiz. Oka, Koreyada necha yildan birisiz? Hozir roppa rosa 9 yil bo'ldi. Koreyaga kelganimga. 2016-yilda kelganman kuzda. O'zbekiston haqida gaplashamiz, Koreya haqida gaplashamiz, eng muhimi siz haqingizda gaplashamiz aka bugun. Xo'p, podkastni boshlashimizdan oldin bitta juda ham qiziq mavzu ochildi. Shu mavzuni ham ko'tarib chiqamiz. Siz to'g'ri gapirdingiz. Endi 9 yildan beri Koreyada yashab kelyapsiz. Oilangiz to'g'rimi? To'g'ri. Farzandlar? Bitta qizim bor, hozir 4 ga kiryapti, 3 ga kiryapti. 3 ga kiryaptilar. Bu degani O'zbekistonni o'ylanib turib xotiningizni Koreyaga olib kelgansiz, shundaymi? Yo'q, men bu yerga birinchi o'qishga kelganman. Ayolim ham o'qishda bo'lgan. Keyin oldin tanish bo'lganmiz, keyin turmush qurishga qaror qilib, O'zbekistonga borib to'y qilib qaytib kelganmiz bu yoqqa. O'zbekistonda to'y qilishga nima sabab bo'lgan? Bu yerda ham qilsa bo'ladi-yu. Bu yerda ham qilsa bo'ladi, lekin men katta farzand bo'lganim uchun, oilamizda birinchi to'y bo'lgani uchun, ota-onam yonimda bo'lishini xohlaganman. Shuning uchun O'zbekistonga borib, kichkinagina ixcham qilib to'y qilib qaytib kelganmiz keyin. Hozir magistraturada o'qib boryapsiz. Magistraturada fanlar tugatdim, endi diplom ishimni yozish jarayonidaman hozir. Yo'nalish? Ingliz tili va adabiyot. Ko'p kishini podkastga olib kelamiz. Hammalarida yo'nalish biznes, mana birinchi biz ham ingliz tili yo'nalishida bo'lib o'tamiz. Bu sohada men birinchi emasman. Juda ko'p boshqa ingliz tili yo'nalishida o'quvchi do'stlarimiz bor. Ular allaqachon bitirishgan universitetda. Lekin ko'pchiligi aynan lingvistika sohasida davom etishmadi. Ular ko'proq adabiyotni tanlashdi. Men aynan lingvistika sohasida bo'lganim uchun aynan ingliz tili va adabiyotini til yo'nalishida hozirgi kunda eng bitirishga yaqin turgan o'quvchilardan yagonasi o'zimman bu yerda, Chonnam universitetida. Endi mendan keyingi avlod bor, ya'ni ular bitirib kelishyapti, fanlar olishyapti hozirgi kunda. Shuning uchun birinchi bo'lmasa ham ingliz tili va adabiyotda aynan til sohasida bitta o'zim o'qiyapman. Sababi aynan shu sohada biroz oldin gaplashib o'tdik siz bilan. Juda ham katta bo'shlig'i bor, ya'ni O'zbekistonda to'g'ri IELTS o'qilyapti, boshqa bo'lyapti, lekin ilmiy darajada o'zbek tilini va ingliz tilini bog'lovchi ilmiy darajada maqolalarning juda ham kamligi meni biroz shu yo'nalishga qiziqtirdi va shu bilan birga o'zim o'qituvchilik qilganim uchun aynan til sohasida yo'nalishimni tanladim. Shuning uchun ko'pchilik agar hozirgi kundagi yoshlar trenddagi yo'nalishlarga qiziqib ketib qolishadi-da. Aynan trendda masalan IT turgan bo'lsa, men IT sohasida o'qishim kerak, yo sun'iy intellekt turgan bo'lsa, sun'iy intellekt sohasida o'qishim kerak deydi. Menimcha inson o'zini qiziqishi va qobiliyatlaridan kelib chiqib yo'nalish tanlashi yaxshiroq deb o'ylayman. Shu fikringizga qo'shilaman, lekin ko'p kishi aytadiki, sun'iy intellekt ba'zi bir yo'nalishlarni o'zi bilan qoplab ketib, yopib qo'yishi ham yopib qo'yishi mumkin degan tushuncha ham bor. Bunisiga qanday qaraysiz? Aynan mana shu gapga men juda chiroyli javobim bor. Yopishi bilan birga yangi sohalarni ham ochadi. Ya'ni sizga mos kelgan sohalarni ham ochib ketadi. Hozirgi kunda masalan 10 ta ish o'rnini qisqartirgani bilan 10 ta yangi ish o'rni o'zi bilan hosil qilish ham mumkin masalan. Shuning uchun qiziqqan sohangizga, aynan kelajagini ko'rgan sohangizga o'zingizni kuchingizni va vaqtingizni sarflashni men tavsiya qilaman. O'ylanib o'tir, masalan, o'ylanib o'tirishni keragi yo'q. 2017-18 yillarda juda ko'p IT sohasida o'qiyotgan do'stlarimiz, yaqinlarimiz biroz kulimsirabroq qarashgan vaqtlar bo'ldi va vaqti keldiki, ingliz tili sohasi aynan O'zbekistonda juda ham trend sohasiga chiqdi. Aynan endi maoshga men unchalik e'tibor bermayman, lekin baribir ko'pchilik pulga qiziqadi, boshqa bo'ladi. O'zbekistonda yaxshi maosh oladigan sohalardan bittasiga aylandi til sohasi, ya'ni til o'rgatish, akademiya yoki bo'lmasa universitetlarda professor bo'lib dars o'tish til sohasi bo'yicha. Ancha oyliklar yuqorilashdi, boshqa bo'ldi. Shu sababdan ma'lum bir vaqtda trendda turgan sohani tanlab olib, qolganlarga qiziqib, o'zingizni xazinangizni unutmang deyman-da. Instagramlarda ko'pchiliklar ko'rgansizlar, haligi bitta inson olmosni qaziyotgan bo'ladi, unga havas qilib o'zini ishini tashlab ketadi, aslida uni tagida kattaroq olmos turgan bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni sohangizda, o'zingizni xazinangiz ustida ko'proq ishlashingizni tavsiya qilaman, boshqalarga qiziqqandan ko'ra. Xo'p, gapingizga men ham qo'shilaman. Yaxshi fikr bo'ldi. Koreyada 9 yildan beri yashab borayotgan bo'lsangiz, odamni mana
siz aytyapsiz tilshunoslik bilan shu sohaga qiziqib kirganman, lingvistikaga. Va siz bilasizki, til yodlagan odam ma'lum bir darajada shaxsiyatni ham o'zgartiradi. Til o'zgarsa, odam ham o'zgaradi deydi-yu. Misol, rus tilida gapirsangiz, rus sifatroq bo'ladi. Koreys tilida gaplashsangiz, koreys sifatroq bo'ladi. Endi bu odamga bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shaxsan o'zim to'g'ri, masalan, hozir O'zbekistonga borsam, aynan O'zbekistondagi do'stlarim menga aytishi mumkin, o'zgaribsan, boshqa bo'lsan. Lekin Koreyada yashayotgan o'zbeklarning ichida, yaqinlarim ichida eng o'zbekrog'i o'zim bo'lsam kerak deb o'ylayman-da. Shuning uchun odamiga bog'liq bo'lsa kerak. Kimgadir ta'sir qiladi, kimgadir ta'sir qilmaydi. Shuning uchun biz bu yerda bitta zo'r nuqta bor. Biron bir xalqdan foydali ilmini olamiz. Qanaqa xalq bo'lishidan qat'iy nazar foydalisini olamiz, to'g'risini olamiz. Noto'g'risini olmaymiz. Ya'ni ingliz tilini o'rganishim kerak ekanda boshdan oyoq kiyimlarigacha hamma yo'g'iga taqlid qilishimiz shart emas biz. Bizga foydalanishimiz kerak bo'lgani til. Bo'ldi, shuni olamiz. Va yana tarix bo'ladimi, kompyuter texnologiya sohasi bo'ladimi, qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar foydali bilimni olamiz. Ularga butunlay taqlid qilishimiz shart emas, o'zligimizni yo'qotishimiz shart emas. Ya'ni do'ppini kiyib turib ham ingliz tilida gapirib qo'ysa bo'laveradi. Oddiy misol Muhammad Ali Eshonqulov hamma tanisa kerak. Yaxshi bilsa kerak. Men juda ko'pchilik qo'shtirnoq ichidagi zamonaviy insonlardan ko'ra men shu kishini zamonaviyroq deb bilaman. Ya'ni kostyum-shimda, boshida do'ppi, ingliz tilini ham biladi, boshqa qiladi. Shu ketilaveradi. Savol. Zamonaviylikni nima ifodalaydi? Zamonaviy deydimi? Zamonaviylikda hozirgi kunda aynan meni o'zimni tushuncham ilm, fan, ya'ni insonni olgan ilmi, odobi ifodalasa kerak. Ya'ni ilmni o'zini deya olmayman, sababi men ko'p mashhur insonlarni eshitib turaman, boshqa qilaman. Aynan Abror Muxtoraliyda zo'r o'xshatishi bor. Gitlerda, konslagerlarda men oliy ma'lumotli professorlarni ko'rdim. Ular ya'ni bolalarning o'limi ustida tajribalar qilishayotganini ko'rdim. Ya'ni necha daqiqada bola o'lib qoladi. Ya'ni vahshiy bo'lib ilm olgandan ko'ra qadriyat bilan o'zini insoniyligi bilan ilm olgan boshqacha. Shuning uchun ilm va odob birga turishi kerak. Ilm bilan odob birga bo'lmasa agar bu yomon natijalarga olib keladi. Ya'ni qo'lingizdagi qurolni yaxshi insonga bersiz, u qayerdir himoya qiladi, yomon insonga bersiz, qayerdadir vayron qiladi. Shuning uchun zamonaviylik deganda aynan mana shu narsani tushunaman. Ya'ni jamiyatga foydasi keladigan yaxshi insonlarga, ya'ni yomonlar uchun emas, yaxshilik uchun ishlaydigan ilm mana shu haqiqiy zamonaviylik bo'lsa kerak deb o'ylayman. Mana biz bitta mahallada turamiz, Yomong'da. Xo'p, Sanday mahallasida turamiz va kundan kunga o'zbeklar soni ko'payib boryapti. Va siz men bilaman uzoq vaqt davomida shu mahallada turib kelasiz yo boshqa shaharda ham yashaganmisiz? Boshqa shaharlarda juda ham oz muddatda, 1 oy, 2 oy shunaqa muddatda yashaganman, lekin uzoq muddat yashamaganman. Aynan umrim mana shu Yombongdan Sangdayda o'tgan, Chonnamda yaqinida o'tgan. Xo'p, birinchi kelganingizda va hozirgi ko'rayotgan misol plus minuslar haqida gapirib ketsangiz. O'sha odam o'zbeklarning soni ko'payganligi sababli bo'layotgan. Plus minuslar haqida birinchi kelganimizda juda ko'p atrofimizda tanishlar, biz kelganimizda adashmasam 36 ta yoki 39 ta talaba bor edi bu yerda. Hozir hammasini kelgan va ketganlar hisoblaydigan bo'lsa 2000 dan oshib ketdi. O'sha paytda bizga juda ham qiyin bo'lgan narsa albatta ovqatlari bo'lgan. Bu yerda taomlar bo'lgan, ki yangi madaniyatga moslashgani, kimdirdan yordam olish juda qiyin bo'lgan. Kimdandir yordam so'rasangiz, vaqtim yo'q, qandaydir yordam bergisi kelmasdi. Shunda keyin O'zbekistondan bolalar kelishni boshladi, ko'payib ketyapti, o'zbeklar ko'payib ketyapti dedi. Balki yaxshilikkadir deb qo'ydim. Haqiqatda ham odamlar ko'paydi, men yomonligidan ko'ra yaxshiligini ko'proq sezdim. Ya'ni bitta insonga bir joyda taom kerak, albatta. Taom kerak. Agar musulmon bo'lsa bitta masjid kerak bo'ladi. O'qigani, mana universitet bor, kutubxona bor. Yaxshi, lekin shu bilan birga yomon tomonlardan bittasi odam ko'paygan paytda, masalan, boshqa davlat kelganda bu yerda yurishtirish qoidalarini bilsa ham yoki bilmasa ham buzib qo'yish holatlari butun millatga qora dog' bo'lishi bu yomon holat. Shuning uchun iloji boricha bitta ish qilishdan oldin o'ylash kerak. Ya'ni meni vatandoshlarim nomiga dog' tushirmasligim kerak. Sababi bitta insonni o'zini ayblashmaydi hech qachon. Albatta begona davlatda bo'lganingizdan keyin butun millatning nomi qora bo'ladi. Mana shu tomonlama juda ham men qattiq eng katta minuslardan bittasi mana shu deb o'ylayman. Ya'ni bitta inson tufayli juda ko'pchilik qora bo'lib qolishi bu minus.
Lekin boshqa tomonlama o'rtoqlaringiz yoningizda bo'ladi. Bu yer ham bizning ikkinchi uyimiz bo'lib qoldi O'zbekistondan keyin. Ko'chaga chiqsak, bir paytlar haligi zimiston o'rmonda bo'lsak, hozirgi kunda o'zbekcha ismlar eshitib turamiz. Nima deydi? Qobiljon, Sardor bunday ismlarni yo'q bu yoqdan quloqimizga chalinib qoladi. Demak, xuddalik uyda yurganda qilib yuramiz. Bu yerda men 9 yil yurgan bo'lsam, xuddi o'zimning ikkinchi uyim bo'lib qoldi. Lekin baribir vatanni sog'inamiz, O'zbekistonga ketish niyatidamiz, Xudo xolasa. Yana bitta misol qiziqarli holat. Ko'p o'zbeklar Koreyaga kelgandan keyin o'zgaradi va o'zini vatandoshlarini ham xuddi tanimaganday, ko'rmaganday yonidan o'tib ketadi, salom bergisi kelmaydi. Haligi buni kibrli deyiladimi yoki keyin o'zgarish deyiladimi yoki izolyatsiya deydimi bilmadim. Siz buni nima deb Hammasi bor. Siz aytib o'tayotgan narsalarda hammasi bor. Kimdirlar rostdan kibr bo'ladi. Rostdan kibr bo'ladi. Qandaydir o'zbek millati bilan o'zini vatandoshlari bilan yurgisi kelmaydi. Bunaqalarni men ko'rdim. Men aytib beraman, bunaqa insonlar hech haligi ko'pgina qo'ylarda to'dasini ko'rganmiz. Ikkita to'da bo'lsa, bitta qo'zi borib boshqa to'daga qo'shilib oladi. O'zini xuddiki o'sha to'dani bir qismiman deb o'ylaydi, lekin borib narigi o'sha to'dadagilar uni haydab chiqarib yuborishadi. O'zini to'dasiga ham qo'shila olmay o'rtada sarson bo'lib qoladigan insonlarni bilaman. Agar kibr qilayotgan bo'lsa, ya'ni o'zbeklarni mensimayotgan bo'lsa, o'zini ildizidan uzoq ketayotgan bo'lsa, shunaqa holatga tushadi albatta. Chunki hayotda ko'rdim. Aynan shunaqa birinchi kelib o'zbeklarni yomonlab, o'zi alohida bo'lib, faqat haligi inglizlar bilan yoki koreyslar bilan yurgan insonlar ko'rdim. Borib jamiyatda bitta keraksiz insoniga aylanib qoladi, keyin yolg'izlikni his qilganda baribir O'zbekistonga yoki o'zbeklar orasiga qaytib keladi. Hech bo'lmaganda bemorligida qaytib keladi. Juda bo'lmaganda o'lganida qaytib keladi deydi-ku. Shunaqa. Endi kimlardir, masalan, Koreyada ham juda ko'p o'zbek bor. Hammasi bilan bitta so'rashib chiqsangiz, vaqt yetmay qoladi. Ya'ni ko'chada ko'rsam biroz noqulaylik tug'diradi bu. Shuning uchun hech bo'lmaganda assalomu alaykum. Ko'z-ko'zga tushib qolganda yoki ko'z-ko'zga tushmaganda endi o'tib ketaveradi. Sababi masalan Koreyada keldi, hamma bilan so'rashish kerak degani emas. O'zbekistonda ham mahallangizda yuribsiz yoki bir ko'chaga chiqib qoldingiz. Shahar markaziga bordingiz. Nechta odam bor o'sha shahar markazida masalan? Juda ko'p. Har bittasi bilan ko'rib chiqa olmaysiz. Ya'ni soni ko'paygandan keyin shunga o'xshagan holat bo'ladi. Shuning uchun kibrga olmayman. Agar lekin tanish bo'lsa, ko'rmaganlikka olib o'tib ketsa, bunaqani biroz aybasi bo'ladi, lekin qolgan holatlarni tushunsa ham bo'ladi. Shuning uchun kim nima qilsa o'ziga. Kibr bilan ketayotgan bo'lsa, natijasini o'zi ko'radi. Yoki boshqa vaqti yo'qligi bo'lsa, bunaqa holatda albatta to'g'ri tushunish kerak. Shunaqa deb o'ylayman. Koreyaga kelgandan keyin shaxsiyatga qanchalik Koreya ta'sir qiladi? O'zgarilib odam ketishiga. Shaxsiyatga juda katta ta'sir qiladi. Faqat Koreyani o'zi emas, bu yerdagi bo'layotgan voqealar ham ta'sir qiladi. Meni biroz oldin gaplashdik. 2016-yilda kelganimda haligi yerga ursa ko'kka sapchiydigan yosh yigit bo'lib kelganmiz. Juda ham xuddi sizga o'xshab, mana blogerlar, men hozirgi kungacha hobbi sifatida qilib turaman, videolar yuklab turaman. Shunaqangi energiya qattiq kuchli bo'lgan. Shuning uchun ba'zi bir qoidalarni ham mensimasdik. Hatto bizga xuddaligi erkinlikning chek-chegarasi yo'qdek tuyulardi. Meni eng katta ta'sir qilgan, ruhiyatimga ta'sir qilgan narsa bu yerda yaqin do'stimni yo'qotganim bo'lgan. Ko'pchilik hozir Chonnam universitetida eski kelgan talabalar bilishadi. Ahmad ismli o'rtog'imiz bo'lardi. Pedalchi o'qimaslarmi? Dastavkada ishlagan. O'sha dastavkada ishlagan, lekin avtohalokat dastavka holati emas, o'zini mototsikli bordi. Shunda uyga kelib kelayotganda 1,5 soat oldin biz telefon orqali gaplashgan bo'lganmiz va 1,5 soatdan keyin o'sha inson o'lim to'shagida yotgan, tushunyapsizmi? Ko'zim bilan ko'rdim, boshqa bo'ldi. Mana shu narsa meni ruhiyatimga juda qattiq ta'sir qilgan. Koreyani aynan madaniyatini ta'sir qilishini ham aytib o'tamiz. Aynan Koreyada ko'pchilik musofirlar hayotida birinchi duch keladigan narsasi o'limni borligini tan olmasdan iloji qolmaydi. O'limni borligini, chunki bu yerda o'zingiz ham ko'rasiz, Koreya angiliklari ko'p, mana o'lgan insonlar O'zbekistonga jo'natadi, bemor insonlarga yordam beradi, boshqa qiladi. Shunaqa narsalarni ko'rgandan keyin o'zi o'limni hech kim inkor qilmaydi, lekin unutib qo'yadi. O'lim haqiqatini ko'zimiz bilan ko'rdik. Yuzlashdik u bilan, ishlarga chiqqanimizda xavfli holatlar bo'ldi. Shu narsani ko'rib, mana shu narsa meni biroz tafakkurga, keyin og'ir bosiq bo'lishga undadi. Ya'ni o'zi oldinlari juda ham sho'x, har bitta gapimni o'ylab-o'ylamay gapiradigan inson edim. Hozirgi kunda harakat qilyapman, iloji boricha har bitta gapni oldin biroz o'ylab, keyin gapirishga. Shu birinchi ta'siri mana shu. Ikkinchi ta'siri, bu yerga kelganingizdan keyin albatta juda ko'p boshqa millatlarni ko'rasiz. Ya'ni bir musulmon
O'zbekistonda ota-onasi tufayli tushunib-tushunmay musulmon bo'lgan bo'lsa, musofir davlatda chinakamiga yana bir marta musulmon bo'ladi. Boshqa dinlarni ko'rasiz. Mana ko'cha-ko'yda yurganimizda missionerlar kelib bizga varaqalab beradi, o'zining dinini targ'ib qilishga o'tadi, boshqa qiladi. Boshqa dinlar borligini bilganingizdan keyin o'z-o'zidan kitoblarni ochib o'qib ko'rasiz, boshqa qilasiz va solishtirasiz. Bular ichida qaysi biri mantiqan to'g'ri. Shunaqa qilib yana islomni ikkinchi marta topdim desam ham bo'ladi. Aslida islomni Alloh taolo beradi, lekin o'zim ilm jihatdan, ya'ni dunyoviy sabablar bilan mana shu sabablarni ko'rib izlanib, yana bir marta islom topdim. Bu tomonlama men juda ham xursandman musofirchiligimga. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan gapni to'g'riligiga yana bitta amin bo'lganman. Bu ikkinchisi. Keyin biroz insonga har xil ta'sir qilishi bor, insonning shaxsiyatiga bog'liq. Kimlardir bu yerga kelib, ba'zi bir noto'g'ri, men o'zim noto'g'ri deb bilaman. Hali aytib o'tgandek, bitta tilda o'rganaman, madaniyatga bir yo'li taqlid qilib, boshqacha inson bo'lib ketish shart emas. Shuning uchun o'zligida qolish kerak. Mana shu tomonlama biroz negativ ta'sir qilishi ham bor albatta. Ba'zi insonlar kibrga berilib ketadi, hali aytib o'tganingizdek, ya'ni oldin kelgan vatandoshlarni tanimay qo'yadi yoki O'zbekistondagi vatandoshlarni mensimay qo'yadi. Albatta hozir kelib turgan omadingiz vaqtinchaligini hech qachon unutmasligingiz kerak. Omad xohlagan payti ketib qoladi. Doim kamtarlik. Ana Erling Haaland bor-ku. City'dagi. Stay humble. Qanaqa holatda bo'lsa ham humble bo'lsangiz, ya'ni samimiy, sodda inson bo'lsangiz, baribir martabangiz ulug' bo'ladi. Ya'ni hurmatda bo'lasiz har doim, bu dunyoda ham, u dunyoda ham. Shu tomonlama meni katta nima, shaxsiyat o'zgarishi bo'yicha tavsiyam. Bu yerda o'sha palli madaniyati, tez degan madaniyati bizni ham u madaniyat ichiga olib kiradi-da. Odamlar tez ishlashni boshlaydi, hayotni tez kechiradi va kerak bo'lsa stressga tushish tezlashib ketadi. Xuddi shunaqa. Odam depressiyaga juda tez tushib ketadi. Koreyada birinchi stressga tushiradigan narsa shuki, vaqt juda tez bu yerda. Vaqtda barakasi yo'q deb aytaman. 7 oy oldin bir jiyanim, amakim o'g'li Koreyaga keldi. 7 oy o'tib ketganini siz xuddi 1 oydaqa tuyulganda. Vaqtni tezligi o'z-o'zidan ishni ham tezlashtirishga olib keladi. Ishni tezlashtirmasa juda ko'p narsaga ulgurmaysiz. Kim agar hozirgi kunda kechasi ishlamasdan turib, shunchaki telefonini olib, ya'ni o'zimda bo'lgan shu holatdan chiqib ketishga harakat qilyapman hozirgi kunda ham. Vaqtini bekor o'tkazayotgan bo'lsa, Koreyada yutqizadi mana shu inson. Katta yutqizadi. Mana shu pali madaniyat iloji yo'q bu yerda bor. Ya'ni tezroq ishlash kerak, tezroq natijaga erishish kerak, tezroq rezultat ko'rsatib, tezroq foydaga kirish kerak. Shunaqa qilmasdan asta-sekinlik bilan vaqtni behuda o'tkazib, bekorchi narsalarga vaqt sarflayotgan inson bo'lsa, aynan o'zim shunaqa inson bo'lib, shu davrdan o'tib, endi buni bas qilishni jarayonidaligim uchun men tavsiya qilyapman. Pali madaniyatida stressda tushmaslik uchun vaqtingizdan unumli foydalaninglar. Va bu madaniyat hozirgi kunda o'zbeklarimizga aynan bizga juda ham ko'p ta'sir qilgan. Shuning uchun iloji boricha vaqtida kelishga harakat qilamiz. Bu yaxshi tomonlari ham bor bu narsaning. Lekin o'sha stress tomonlama biroz insonning sog'lig'iga, insonning shaxsiyatiga juda qattiq ta'sir qiladi bu narsa. Va depressiyaga tushiradi. Aynan Koreyada ko'p koreys xalqini o'zi ham, chet elliklarda o'zini o'zi joniga qasd qilish jarayoni aynan mana shu ish jarayonidagi stresslar tufayli yig'ilib, ya'ni kapitalizm hayotdan charchagan insonlar oxiri o'zini o'zi qurbon qilishga olib keladi. Shuning uchun do'stlar davrasi kerak. Inson biroz yozilishi kerak. Bo'shliqni to'ldirish kerak. Ya'ni qalbidagi bo'shliqni qachon bu bo'shlig'i yengil bo'lib ketadi desa, shu do'stlar bilan bitta kulishib, ozgina hazil qilganingizda bu narsa esdan chiqib ketadi-da, unutasiz, ozginaga bo'lsa ham. Shu paytda tanamiz biroz dam oladi. Shunaqa. Endi hamma mana bitta chestniy bo'lamiz. Ayol kishilar qanaqa qiyinchilik o'zi kechiradi. Misol O'zbekistondan hozir turib Koreyadan kuyov chiqyapti. Koreyaga turmushga chiqasanmi deydigan hozir oilalar ham ko'payapti. Va ko'p kishi ayol kishilardan havas qilyapti Koreyaga kelishdan. Aynan Koreyaga kelganda o'zbeklarga turmushga chiqib kelishdan birinchi o'rinda farzandlar bilan bog'liq. Ona bo'lishni boshlagandan keyin bu yerda masalan homilador bo'ladi, farzand kutish jarayoni bo'ladi. Yonida o'rgatadigan hech kim bo'lmaydi. Na bir ustoz bo'ladi, na bir u jarayon, chunki har bitta qiz bolani boshida ona bo'lish birinchi marta bo'ladi turmushga chiqqandan keyin, birinchi marta ona bo'lib, boshqa bo'lib,
Bu jarayonda hech kimda tajribasida ko'rmagan, O'zbekistonga kelgan faqat telefon orqali va farzandini qo'lidan olib turadigan biron bir yordamchi bo'lmaydi bu yerda. Turmush o'rtog'i albatta ishda bo'ladi, o'qishda bo'ladi, band bo'ladi. Hamma yukni o'zi ko'tarishga to'g'ri keladi. Va bu bir tomondan yaxshi, eri xotin bir-birini tushunib boshqa qilib yanada jipslashib ketadi. Ya'ni bu qiyin jarayon, lekin kimlardir bu qiyinchiliklarga chidamasdan ayro bo'lib ketishi ham mumkin. Shu tufayli O'zbekistondan Koreyaga turmushga chiqib kelayotganda men birinchi tavsiyani erkaklarga beraman. Prosta erkak bo'linglar. Ya'ni bitta ayol sizga kelyaptimi? Sizga ishonib, boshqa qilib o'zini topshirib kelyaptimi? Uning uchun dastoyni turib beringlar. Ya'ni arzimagan ozgina qiyinchiliklarni deb, birinchi o'rinda hozir eng katta ajrimlarni baribir ko'pchilik eshityapti-da, O'zbekistonda bo'ladimi, Koreyada bo'ladimi, o'zbeklarda turmushi buzilayotganini eshitib, men dilim og'riydi, ichim achishadi. Ko'payib ketayotgani yana ham alam qiladi. Shuning uchun katta nimasi moddiy sababi moddiy ta'minlab qo'ymaslik. Bor shu narsa. Rostdan ham. Mayli ajrashib ham ketdik, aliment masalalari bor erkaklarga. Shuning uchun ayollarni birinchi o'rinda moddiy ta'minlanglar yaxshilab. Ya'ni kerakli narsalarni joyiga qo'yib beringlar. Bu hozirgi kunda O'zbekistonda bo'lsa, masalan, o'zini ijarada turmaydi. U yerda o'rtog'i bor, boshqa qiladi. Yoki juda ham puli ko'p bo'lmaganda ham uyida ro'zg'orda biroz kartoshka, piyozi, boshqasi ovqat taom qilib yeyishga sharoiti bo'ladi. Bu yerda kelganda ba'zida shu bitta kartoshkasi ham bo'lmaydigan holatlar bo'lib qoladi. Musofirchilikda bu. Turmush o'rtog'i masalan o'zimda ham bo'lgan holatlar, moddiyatdan qiyinchilik juda ko'p bo'lgan va moddiyatni orqasidan ko'p janjallar, boshqa narsalar kelib chiqish holatlarida chiroyli yo'l tutib chiqib ketish kerak bo'ladi mana shu holatda. Men albatta ota-onamdan maslahat olib turaman, o'zimdan katta yosh katta akalardan maslahat olib turaman. Va albatta ayniqsa dinni yaxshi biladigan, Xudodan qo'rqadigan insonlardan maslahat olishni tavsiya qilaman. Sababi bu hayotda instruksiyasi qayerda borligini hamma juda yaxshi biladi. Bu hayotda instruksiyasi qanday yashashlik keragi, hamma 100% javobi dinimizda bor. Faqat bunga murojaat qilishni bilish kerak. Iloji boricha shu bilan yashash kerak. Lekin muammoga kirganda haligi qulog'ingiz og'risa ko'z doktoriga bormaslik kerak-da. Quloq doktoriga borishga, dinimizga murojaat qilib ko'rish kerak. Ya'ni er-xotin munosabati haqida bor. Hamma narsa bor. O'zimizni rahmatli Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining kitoblarida hamma yoqda bor. Endi kimdir kitobdan o'qigani biroz erish tuyuladi. Yosh kattalardan so'rasin, borib shu ilmda o'qigan insonlardan so'rasin. Osongina tushunib oladi va qanaqa yo'l tutishni biladi. Lekin yana bitta narsa, erkaklarda biroz o'zini fikri ham bo'lishi kerak. Ya'ni hadeb onadan maslahat emas, otadan maslahat olish kerak deb o'ylayman bu oilani yurgizish sohasida. Chunki sen ayol kishi emassan, ayol kishidan maslahat oladigan. Onani hurmatini boshimiz ustiga, har doim onani qattiq hurmat qilish kerak, lekin oilani yurgizish masalasida men eng to'g'ri maslahatni men otamdan olganman. O'zimni dadamlardan olganman. Shuning uchun erkak kishi deb ham onani aytganini emas, dadasiga, dadajon o'tiring. Iltimosidan shunaqa holatga tushib qoldim, nima maslahat berasiz? Balki aytib bo'lmaydigan sirdir. Unaqani mayli boshqa bir yo'llarni qidirib ko'radi, lekin aksariyat janjalli holatlar yo boshqa bo'ladigan holatlarda otaga maslahat solishni men tavsiya qilaman. Hayotimdagi oilam bilan bog'liq qiyinchiliklarda biroz tushkunlikka tushib, haligi bor edi deb tashlab ketaveradigan xonasi kelganda, dadamlarga maslahat solganimda, dadam shu eng katta gapi erkak bo'l. Erkak bo'l. Bu erkak bo'l degan gap tagida juda ko'p narsa bor-da. Ta'minlash turadi, ya'ni ayolga zulm qilmaslik turadi, juda ko'p narsalar turadi. Mana shu tomonlama birinchi ajrimlarga, erkaklarga aytadigan gapim shu, erkak bo'linglar. Ayollar noshukr bo'lmaydi. Erkaklar erkak bo'lsin, ayollar noshukr bo'lmasin, bo'ldi. Mana shu eng katta narsa. Erkak kishi shu zamonda o'sha feminizatsiya deydi bu so'zni. Ayol sifat bo'lib ketayotgani. Misol kosmetika qiladi, o'ziga borgan sari testosteronni tushib ketib turib, o'zini tutishlari, so'rashishlari, ba'zida ayolga o'xshab turib suzilib gapirishlari. Illyuziya. Atrofingizda nima ko'p bo'lsa, shuni qabul qilishni, hazm qilishni boshlaysiz-da oxiri. Uni iste'mol qilasiz va hazm qilasiz. Filtri yo'q erkaklar bu insonlar. Ya'ni erkaklar deb aytishga ham biroz odam uyaladi. Filtr bo'lish kerak. Har qanaqa madaniyatga kirib kelganingizda yoki boshqa ilmlarda olayotganingizda insonda filtr bo'lish kerak. Filtr qachon bo'ladi? Siz ustoz bilan bo'ladi. Hech hayotda qiyinchilik tushib qolganingizda
mayli ingliz tili o'qituvchingiz bo'lsin. Bir maslahat solib shunaqa biroz qiyin vaziyatga tushib qoldim. Agar erkak kishi bo'lsa yana yaxshi. Erkak kishidan so'rasa ayniqsa juda ham yaxshi. Chunki biz erkak kishimizda, ayol kishi bo'lsa ayollardan so'raydi. Shunaqa vaziyatda hech bo'lmasa ustozidan so'rash kerak-da. Ana shunda filtr yonadi insonda. Shunaqa vaziyat nima maslahat berasiz? Hayotda ko'p narsalarga filtr ustozsiz o'zboshimchalik bilan o'zimiz qabul qilaverishimiz shu narsaga olib keladi deb o'ylayman. Aynan mana shu insonlarda yana bitta narsa oilaviy muhitda. Ayollar o'stirgan erkaklar ko'proq shunaqa tabiatga moyil bo'ladi. Ayollar nimaga bunaqa deganim, hamma ayol ham taqvodor emas, hamma ayol ham erkaklarni tarbiya qilishga vaqti yo'q. Vaqti yo'q demaylik, bunga qattiq effort, ya'ni qattiq o'zini bag'ishlamaydi. Ya'ni mana farzand birinchi o'rinda ko'p ayollar o'zini o'ylab qo'yadi. Ayniqsa turmushdan ajragan ayollar bo'ladi yoki bo'lmasam turmush o'rtog'i o'tib ketganlar bo'ladi. Shunaqa oilalarda yoki oilada juda ko'p qiz farzand bo'ladi-da, bitta o'g'il bo'lib qoladi. Bitta o'g'il bo'lsa mana shunaqa erkaklik tabiati buzilib ketmasligi uchun erkaklarga ko'proq qo'shish kerak. Erkaklar bilan o'sgan inson albatta erkak tabiatini oladi. Ayollar bilan o'sgan inson ayol tabiatini oladi. Shuning uchun aynan koreyslarning madaniyatini men misol qilib keltiraman. Bog'chalarga jo'natganda bog'cha opalar kimlar bo'ladi asosan? Bog'chada ayollar bo'ladi. Men ko'zim bilan ko'rgan narsa, erkak o'g'il bolalarga boshiga bantiklar taqib qo'yishadi. Make-up qilayotganda pomadalar qo'yib qo'yishadi. Men hozir yosh katta bo'lib turib bu narsaga o'tib ketganlarga to'xtalamiz, lekin bolaligidan tarbiya qilganda baribir tabiatni erkakligida o'stirish kerak-da. Даже hattoki ayol kishi o'zi tarbiya qilib turib ham erkakni tarbiyalash mumkin. Faqat u ayol erkakni qanday tarbiyalashni bilish kerak-da. Biroz bo'lsa ham aslida masalan ranglarga uncha e'tibor bermaslikka qo'shilaman. Masalan ba'zida o'zim ham pushtiga yaqinroq masalan ko'ylaklar kiygan paytlarim bo'lgan, boshqa bo'lgan, lekin bolaligida yo'q, bu pushti qiz bolalarning rangi. Senga bo'lmaydi bu narsa. O'g'il bola ko'k yoki qora yoki oq shunga o'xshagan ranglar kiyadi. Deb biroz bolani shunaqa qilib tarbiyalash kerak. Ayollarga naborot, teskarisi. Biroz pushti o'g'il bolalar rangini kiyma qizim. Chunki erkak shoda ayollar ham ko'payib ketdi-da. Chunki bu narsaga biz dinimiz tomonidan, men dinni ko'p misol keltirganim, hayotda eng to'g'ri instruksiyasi, eng to'g'ri qo'llanmasi dinimizda borligi uchun ustozlardan eshitib, aynan O'zbekistondagi hozir chiqib kelayotgan kitoblardan, ulamolardan eshitib, bu narsalarga juda ayniqsa shukrli odamlar ko'p eshitib turamiz. Chiqib qoladi O'zbekistonning kanallaridan ham, boshqa YouTubedan ham. O'shanda aytib o'tib ketadi. O'g'il bolaga ko'p ham haligi erkalatib qiz bolaga qilayotgan muomalangizni qilmang. Ya'ni ularga erkakcha muomala qilish kerak. Aynan ayollarning qo'liga qolgan erkaklar, ayniqsa musofirchilik hozir ko'p. O'zbekistonda juda ko'p yoshlar, uylangan oilalar chet elda. Kim tarbiya qilyapti ularni? Ayollar tarbiya qilyapti. Va u ayollar uy ishlari bilan band. Mahallaga chiqib, ya'ni ko'chaga chiqib qizlar bilan o'ynasa, sen o'g'il bolasan, qizlar bilan o'ynama degan narsalarni aytib tarbiya qilish kerak. Va shunaqa tarbiyalangan inson, erkak qilib tarbiyalangan inson qanaqa madaniyat bo'lsin filtri bo'ladi. Bir qiz bolaga o'xshagan erkakni ko'rsa, bunday jirkanadigan, nariroqqa o'zini oladigan bo'ladi. Va yuzidagi masalan hozirgi kunda make-up haqida gapirdingiz, savol berdingiz, biroz cho'zilib ketdi, lekin bu juda ham dolzarb mavzu bo'lgani uchun aytib o'tish kerak. Make-up qilishda ham buni ma'lum bir darajasi bor. Ya'ni masalan soqolimizni ba'zida olamiz, boshqa qilamiz yoki sochimizni taraymiz. Erkak kishi ham o'ziga qarab ko'rkam bo'lib, pokizalik, ozodalik tomonlama bo'ladi. Ya'ni sochini nima qilish kerak? Ya'ni yuzda ugri chiqsa, qanaqadir maza olib surkaydi. Bu narsalar bo'ladi. Lekin aynan men tushunadigan nuqtasi bor-da, buni limiti bor. Qayerda buni to'xtash kerak degan narsaga men zo'r qilib aytib o'tib ketaman. Ana shu yashab turgan jamiyatingda aksariyat erkaklar buni ayolcha deb qabul qiladigan narsani bo'ldi qilma, u ayolcha. Bo'ldi. Hattoki uzun soch qo'yish, boshqa qilishlarga ham men biroz o'zimda bo'ladi-da, kimlarda men mayli moda qilibdi, boshqa qilibdi, oshiqcha nima qilmayman. Lekin aksariyat bizning madaniyatimizda erkaklar sochi qanaqa? Kalta. Bo'ldi. Shuning uchun erkak bo'ldi. Ya'ni jamiyatda aksariyat mana haqiqiy musulmonlar yoki erkaklar buni erkakcha harakat deb qabul qilyaptimi? Mana shunda o'zing ularni so'rashing ham shart emas. Jamiyat o'zi aytadi. Endi to'g'ri, ba'zan butunligicha buzilib ketgan jamiyatlar bor, lekin biz men o'zimni ildizimizdan, ya'ni O'zbekistondan kelib chiqib, erkaklardan kelib chiqib,
Ya'ni musulmonchilikdan kelib chiqib, zo'r ashu limit mana shu. Aksariyat erkaklar mana shuni erkakcha deb qabul qilsa, qabul qilib bo'ldi. Ya'ni bu narsaligi tushunchalar haqida, ideologiya haqida emas, uni kiyinishingni, o'zingni tutishingni, make-up qilishingni. Aksariyat erkaklar buni ayollar deyaptimi? Bo'ldi. Qilma buni. Odamlar nima deydi degan qo'shiq chiqdi-ku. Mana shu narsa aynan mana shu narsaga to'g'ri keladi. Odamlar nima deydi deyishi har doim ham yomon emas. Odamlarning gapi har doim ham noto'g'ri emas. Ya'ni ko'pchilikdan uyalib ham turish kerak. Ya'ni buni ham darajasi bor-da. Odamlar nima deydi deb xohlaganini qilib ketavermaydi-ku odam, to'g'rimi? Ya'ni odamlar nima deydi degan narsa qachon bizga kerak emas, qachon bunga e'tibor bermasligimiz kerak. Yaxshi maqsadda yo'lida ketayotgan bo'lsak, odamlarning gapiga e'tibor bermasligimiz kerak. Lekin bir yomon ishni qilib turibdi, odamlar sizga gapiryapti, "Ey, qilma buni, noto'g'ri" deb sizni qaytaryapti u narsadan. Erkakcha narsa emas, bu xotinlar ishi deb qaytaryapti. Mana shu joyda odamlarning gapini olish kerak. Shu odamlar nima deydi degan qo'shiqni hozir yoshlar qo'yib olib sigaret chekib, odamlar nima deydi, menga hammaning fikri qiziq emas deydi-ku. Yo'q, buni ham darajasi bor o'zini. Shunday olib turib, u qo'shiqni olib, odamlar nima deydi deb bitta biroz qo'pol bo'lsa ham aytaman, bitta fohisha ham olib turib bu videoni. Odamlar nima deydi deb muzikani qo'yib qo'yapti. Instagramda, TikTokda u yoq-bu yoqda men ko'p kuzatib turaman-da. Noto'g'ri g'oyani targ'ib qilib turib, odamlar nima deyishi menga qiziq emas deyapti. Ya'ni u qo'shiqda o'ziga nima qilib olgan. Endi odamlar nima deydi degan qo'shiqda aslida videosini yaxshilab qarasang, qanaqa nimaga aytilgan desa, bizda to'y to'rkinlar bor. Noto'g'ri amallarni odamlar uchun qilayotganimiz uchun bu qo'shiqlar aytilgan. Shuni ham pichoqda ham kimdir aytadi-ku, yaxshilik ishlatadi, yomonlik ishlatadi. Shu qo'shiqda ham kimdir o'zini tor doirasidagi g'oyalarga ishlatadi, kimdir biroz kengroq fikrlaydi. Nima uchun aytildi bu qo'shiq? Qanaqa insonlar uchun aytildi? Va qaysi o'rinda biz odamlarning fikrini olishimiz kerak yoki qaysi o'rinda olmasligimiz kerak deb biroz tafakkur qilib ko'rish kerak edi. Juda ko'pchilik yoshlarda ko'rdim, aroq ichib o'tiribdi, qizlar bilan kayf safo qilib o'tiribdi, odamlar nima deydi degan qo'shiqni ko'rib qo'yib olgan. Bu noto'g'ri. Mana shu tomonlama erkaklik ham shunaqa. Ba'zida odamlarning gapini, ya'ni o'sha jamiyatdagi erkaklarni, aksariyat erkaklar buni erkakcha harakat deyaptimi? Ha, bo'ldi, ol u gapni. Ha, bu xotincha, ayollarcha harakat deyaptimi? Bo'ldi, tasha uni, erkak bo'l. Mana shu tomonlama o'ziga darajani qo'yib olsa bo'ladi. Ya'ni labiga pomada qo'yish bu erkak ishi emas. Lekin labiga vazelin surkash, ya'ni yorilib ketsa vazelin surkash bu erkak ishi. Bo'ldi shu. Shunaqa. Xo'p, O'zbekistonga oxirgi marta qachon borib keldingiz? O'zbekistonga 2 yildan oshib qoldi. 2 yildan oshib qoldi, to'g'rimi? Men bu yil borib keldim va bitta mavzuni ko'taramiz. Koreyaga birinchi kelganingizda, O'zbekistonni ko'rmagan narsalarni ko'rgansiz. Birinchi o'rinda ichadigan kulturani ko'rgansiz, ayol kishilar chekadigan kulturani ko'rgansiz va ko'z pishib ketadi. Bunaqa faxsh narsalarni ko'rib, ayol kishilarni qilayotgan ishini ko'ribdi. Va Koreyaga kelgandan keyin odam yomon yo'lga qanchalik tezda kirib ketishi mumkin. O'zini kontrol qilmasa va kontrol qilish uchun nimalar kerak? Kontrol qilish uchun bitta zo'r bir akamiz bor, Marg'ilondan, Shermuhammad aka ismlari. Bir kun aytib qoldi. Bu erkakcha real podkast bo'lgani uchun va real hayot bo'lgani uchun men bu biroz shaxsiy narsa bo'lsa ham aytib beraman. Aka dedim, shu ayollarga ko'zim ketib qolaveradi yoki men qizlar gaplashsa yoki yozsa, men nimani bu yerda bahona qilyapman? Jamiyatni bahona qilyapman-da. Ya'ni atrofimda ayollar ko'p, hamma yarim yalang'och yuradi, sigaret chekadi, aroq ichadi, boshqa qiladi. Men bu narsani ko'rib qanday o'zimni xohishlarimni, nafsimni tiyishi mumkin degan savolni berganman-da. Nafsingizni, qalbingizga yaxshilab qarang. Balki tub-tubidan o'zingiz ham shuni xohlayotgandirsiz degan javobni qaytarganda. Tushunyapsizmi? Inson qalbini tub-tubidan nimani xohlasa, ro'parasidan o'sha narsa chiqib keladi. Siz agar hozir xayolingizda ilm-fanda o'ylab yoki foydali hayotingizda chiroyli oila quraman, albatta hamma chiroyli oilasi, farzandlari, yaxshi ishi, yaxshi daromad qiladigan narsasi bo'lishini xohlaydi, to'g'rimi? Shu narsani tasavvur qilib harakat qilsangiz, yo'lingizdan bir narsa chiqib qolsa, buni yengishingiz oson. Lekin siz hadeb yoningizdan chiqaveradigan narsa, chiqaveradigan narsa albatta qalbingiz tubida bor narsa bo'ladi-da. Ya'ni hadeb sizga ayollar ro'paro bo'lyaptimi? Demak, siz aynan qalbingizdan o'sha narsani xohlayapsiz. Hadeb aroq, sigaret chekadiganlar chiqyaptimi yoningizdan? Demak, siz ham chekishga moyilsiz. Birinchi o'rinda qalbini isloh qilish kerak inson. Qalbini qanaqa qilib isloh qiladi desa, bizni tarixda ulamolarimiz juda ko'p, katta insonlar, Buxoriylar, Buxoriyda tarixini o'rgansin. Va
shunaqa katta buyuk insonlarning tarixini o'rgansinki, hayotida nimalarni maqsad qilgan va qalbini qanaqa qilib tarbiya qilganini o'rganib chiqsin. Va bunga aynan meni o'zimga agar tag qilib qo'ysangiz, meni ham shaxsiyga yozsa, manbalarni beraman. Kitoblar bor. Qalb tarbiyasi haqida, nafs tarbiyasi haqida kitoblar bor. O'zimiz o'zbek tilida, O'zbekistonda chop etilgan ishonchli manbalarda turibdi hammasi. Ilm bepul deydi-ku, Elon Musk. Elon Muskdan ham bir eshitgandim men va juda ko'p boshqalarda. Biz shunchaki uni pul to'lab o'rganishni yaxshi ko'ramiz. Bu ikkinchi qismi o'zimdan qo'shdim. Shunchaki biz pul to'lab, qiynalib o'rganishni yaxshi ko'ramiz. Ilm har doim bepul. Masalan, kim siz hozir kutubxonaga kirib kitob o'qishdan to'sadi? Hech kim to'smaydi. O'zingiz nafsingizdan boshqa narsa to'smaydi. Hammamiz shuning uchun birinchi o'rinda qalbimizni isloh qilish. Qalbingizni tuzatsangiz hamma narsa tuzaladi. Bu meni gapim emas. Eshitganlar biladi o'zi kimga gapirgan. Uzr gapingizni bo'ldim. O'sha qolgan 90% gapingizga qo'shilaman qalb haqida. Endi aytib o'tdingizki, qalbida bo'ladigan bo'lsa o'sha qizlarga qarash deydi. U narsa qizlarga o'zi qarab boradi va fahshga kirib ketadi siz. Lekin bu narsa faqatgina qalbda emas, biologik sizni indeksingizda ham bor narsa. Qaysi ma'noda? Misol, qarama-qarshi bo'layotgan o'sha genderga siz o'zi biologik tarafdan ham qiziqishingiz bo'ladi, erkak sifatida. Va shu bois siz uylanmagan bo'lsangiz, u narsaga tortiydi. Albatta. O'sha narsani men ko'tarmoqchi bo'ldim. Misol faqatgina qizlarga qarash, misol qiziqish, u faqatgina o'sha nafsdan emas. Bu ichidagi bo'layotgan o'sha halol xotini yoki ayoli bo'lishi talabi ham o'sayotgan sabablidir. Chunki yonidagi muhit, internetda ko'rayotgan fahsh videolar u bo'layotgan tuyg'uni kuchaytirib boradi-da, talabni. U narsani endi to'g'ri yo'lini topishga qanday qilib turib narsa qilish kerak? Misol, ko'p kishi uylanmoqchi bo'ladi, harakat qiladi, zinodan o'zini tortadi, har tomonlama. Lekin oilaviy sharoitga ko'ra uylana olmaydi. Oilaviy sharoit yoki boshqa sabablarga ko'ra, ayniqsa hozir musofirchilikda qiz topish qiyin. O'zbekistonga borib kelish kerak yoki Koreyada yurgan qizlar bo'ladi, allaqachon unashtirilgan bo'ladi yoki juda ham qiyin, o'zingiz bilasiz, xullas. Shu tufayli bu albatta erkak kishi agar ayolga qiziqmasa, ya'ni biror ayolni ko'rib, ya'ni bir chiroyli ayol turibdi, umuman qiziqishi yo'q bo'lsa, bu uni yaxshilab psixologga yoki doktorga olib borib ko'rsatish kerak bu insonni. Testosteron yo'q bo'ladi-da, hozir o'zi gaplashdik bu mavzuni. Aynan mana shunaqa holatga tushib qolgan inson birinchi o'rinda tezroq uylanishga harakat qilish kerak. Moddiy holatda boshqa ota-onasiga ham vaziyatni chiroyli qilib tushuntirish kerak. Ba'zi insonlarda hatto 16-17 bizning ota-bobolarimiz juda erta turmush qurishgan. Lekin erta erkaklikka tayyor bo'lishgan. Erta oilani tebrata olishgan. Shu sababdan men aytib o'taman, agar oilada ota-onalar o'zini farzandlarini, ayniqsa erkaklarni ertaroq mas'uliyatni ko'tara oladigan mas'uliyatli erkak qilib tarbiyalasa, ba'zida voyaga yetdimi, ya'ni qonun tomonlama voya aslida insonni biologik voyaga yetish yoshi aynan mana shu yoshda belgilanmagan. Chunki kimdir 14 yoshda voyaga yetib qoladi. Qizlarda ham, kimdir o'g'il bolalarda ham, kimdir ertaroq, kimdir kechroq. Xohish kuchli bo'layaptimi? Albatta halol yo'l nikoh qilsin, ixchamroq qilib to'y qilsin, bo'ldi. Odamlar nima deydi-da, mana shu joyda kerak bo'ladi. Ixcham to'y qilsin, yengil to'y qilib o'tkazsin. Qiyin bo'ladi. Men shaxsan o'zim ayollar asosan O'zbekistonda jamiyatida ayollarning kuchi juda katta. Qaysi tomonlama katta? Odamlar nima deydi tomonlama katta mana shu. Onamlar bilan biroz xohlashgan katta to'y qilib, chunki orzu havas, birinchi farzandman, boshqa. Lekin bir qancha tortishuvlar orqali, ayniqsa shunaqa holatlarda ota bilan maslahatlashish kerak. Dadamlar o'rtaga tushib, chiroyli qilib vaziyat hamayli. Onalar ham birinchi to'y, bir kichikroq o'zlariga bazm qilib ber, ayollar o'zlari alohida bazm qilib olsin, mayli. Sana nima edi? Ya'ni erkaklarkini bir ehson qilib chiroyli o'tkazamiz. Shunaqa qilib kichkina to'y qilingan. Ya'ni maksimum darajada meni o'zimni qilishim mumkin bo'lgan darajada kichkina qilingan. Bu birinchisi shu to'yini ixcham qilsin. Agar oilaviy sharoit tufayli shunaqa bo'layotgan bo'lsa, agar musofirda yurib qiz topa olmayotgan bo'lsa, qamchisini jicha otini qattiqroq qamchilasin. Yuravermasin. Kimdir topib beradi deb. Erkak kishi ovchi bo'lish kerak-da. O'ziga munosib juftni biroz jadallik bilan, shiddat bilan qidirsin. Mayli, masalan,
sayohatlarga yoki biron bir sabablardan pul ishlatyapmiz. Shu pulni ishlatmasdan juda qiynalib ketayotganmiz. To'plab turib O'zbekistonga bilet olib bo'lsa ham bir necha oy turib, yaxshi bir ayol topib, qiz topib, uylanib turmush qurib kelsin. Ya'ni ikkita masala. Moddiyatdan qiynalayotgan bo'lsa, to'yini ixcham qilsin. Men bir video ko'rib qoldim. Sayohatchi Abu degan akamizni. Bitta davlatda bitta kofe bilan to'y o'tkazilar ekan. Bitta ozgina musiqa boshqa qilishyapti va bittadan kofeni tarqatib ichishyapti. Siz ham bitta ozgina shvedskiy stol qilib, ota-onangiz va dadangiz urug'idan bir qancha odam, ya'ni asosiy kattalar, ko'p oilaviy narsalar hal qiladigan kattalardan. Onangiz urug'idan biroz kattalar. Shunaqa insonlar bilan to'y qilsin, ixcham to'y qilsin. Yetadi hamma narsaga va shunaqa qizni oilasiga ham chiroyli vaziyatni tushuntirsin. Albatta insonni tengi bo'ladi. O'ziga mos jufti bo'ladi. Buni faqat jadallik bilan, shiddat bilan qidirsin agar shunaqa fahshga tushib qolayotgan bo'lsa. Uchta yo'l ekan, ya'ni moddiyatdan qiyinchilik bo'lsa, to'yini ixcham qilsin, hamma yo'q javob bor-da. Fahshdan qiynalayotgan bo'lsa, nafsini tarbiya qilsin, ya'ni va inson biologik jihatdan qiynalayotgan bo'lsa, otani qamchilasin qattiqroq. Tezroq qiz topsin, bo'ldi. Javobi oddiy. Endi to'g'ri, mana bu jamiyat, atmosfera shunaqa qiyin bo'lgandan keyin bu insonlarga yana ham bosim kuchayib ketadi, ya'ni uylanishni tezlashtirish kerak bo'ladi. Shunda ikkinchi masala turadi, ya'ni erkaklikka ertaroq tayyor bo'lish uchun biroz o'zini oilada erkakning vazifalarini yaxshilab tushunib olish kerak. Mana shu narsalarga ham o'zi ham biroz tayyorlanish kerak. Bunisi to'rtinchi tavsiya. Men o'zimni xolis, endi meni ham nima deydi, juda ham tajribam ko'p emas. Endi bitta farzandim bor, oilamga ham juda uzoq bo'lmagan, lekin aqlli inson albatta o'zi bosh devorga tegib turib xulosa qilmaydi-da. Men harakat qilaman, iloji boricha boshqalarning oilasini ko'rib turib o'sha xatolarni qilmaslikka. O'zimda ham xatolar ko'p, lekin aksariyat men o'zimni yutug'im deb o'ylayman. Ustozlardan o'rgangan narsamiz shuki, boshim devorga tegish shart emas bu narsalarni tushunib yetishim uchun. Harakat qilaman oldindan tayyor bo'lib turish. Endi yana bitta muhim masala. Koreyaga kelgandan keyin ayol kishini o'ziga bo'lgan karyeraga harakati, bo'layotgan bilimi ma'lum miqdorda uni o'zgartiradi va kerak bo'lsa, uni mansabini ko'tartirib ham qo'yadi. Shunaqa. Uni talablarini ko'tartirib qo'yadi va oddiy erkaklarga, misol, standartini ko'tarib qo'yganligi sababli minsimaydi. Shunaqa. Endi siz aytyapsiz, misol, oldindan harakat qilish kerak ayol kishini izlash uchun, lekin ayol kishini aynan yaxshisini topayotganda ham talablar juda ham o'shib bo'lyapti. U faqatgina bilim tarafdan emas, sizni qo'lingizdan keladigan ishingiz emas, balki moddiy. Shunaqa. Uyingiz, pulingiz va uni yaxshi sharoitda misol birga yashab o'tishingiz haqida misol talablar bo'lyapti. Shunaqa. Erkak kishi yoshi vaqt sababli uspet qilmayapti. Xuddi shunaqa. Men aynan mana shunaqa erkaklarni O'zbekistonda bor-ku. Mahrimga gelik bersin. Shunaqa qizlarga hali negativ qattiq bilamas, chiroyli yo'l bilan bitta javob beraman. Sababi ularni hamma ustidan kulyapti, boshqa qilyapti. Ularga ham kimdir tushuntirish kerak-ku. O'sha geligi bor bola, geligini umrbod saqlab qolishiga kim garantiya beradi? O'sha boyligini umrbod saqlab qolishiga kim garantiya beradi? Va shu bilan birga erkak kishini kambag'al insonni umrbod kambag'al o'tib ketishiga kim garantiya beradi? Bitta men hozirgi kunda internet zamonida ko'p videolar ko'rib qolaman, boshqa qilaman, kitoblarda ko'rganmiz. O'zim juda ko'p hozirgi kunda kitob o'qib olmayapman. Oilaviy tashvishlar boshqa deydi. Lekin juda yaxshi biladigan narsa aynan mana shu sohada qizlarga tavsiya qilamanki, harakatchan inson topsin. Harakatchan. Vaqtini behuda o'tkazmaydigan erkak kishi borki, doim har bir minutini foydali narsaga bag'ishlaydi. Hattoki uyda yotgan bo'lsa ham nimadir foydali narsa qiladi-da, tushunyapsizmi? Va boshqa ustozlardan eshitgan yana bitta fikrim, hobbing ham senga foyda keltirsin deydi-ku. Har narsadan daromad qiladigan, har narsadan harakat qilib vaqtini unumli foydalanadigan. O'zini hobbisi bo'lsin. Masalan, foydalimi? Foydali ish qilyapti va harakatdan to'xtamayotgan inson albatta natijaga erishadi. Moddiyat tomonlama shunaqa bolani mahkam ushlab, bo'ldi, topasizlar. Buni qanaqa bo'ladi? Mana erkaklar ham o'zini juftini kuzatib yuradi-ku. Hozirgi kunda mana chet elga chiqyapti boshqa qizlar, karyera deyapsiz, ya'ni o'zini plankasi ko'tarilib ketyapti, balandlikka chiqib ketyapti, ya'ni katta-katta narsalarni orzu qilyapti, ya'ni katta-katta narsalarni kutyapti.
erishsa mayli, boy insonlarga turmushga chiqsin, chiroyli bo'lsin, lekin o'sha harakat qilayotgan erkakni ham omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Istagan vaqtda juda ham yuqoriga chiqib ketishi mumkin inson. Va xuddi shunaqa 2016-yilda kelganimda eng hamma ustidan kulib yuradigan o'rtoqlarim hozirgi kunda umuman o'ylamagan natijada va o'sha ustidan kulgan bolalar o'ylamagan darajada pastga tushib ketgan. Shuning uchun bitta insonni kelajagini hech kim bilmaydi. Muhimi harakatdan to'xtamayapti, lekin harakat qilmayotgan dangasa inson kelajagi aniq. Ya'ni vaqtini behuda o'tkazish. Men o'zimda ham dangasalik juda qattiq, qiyin narsada. Erkak kishi hamma narsani yengib o'tadi. Dangasalik qachon keladi, bilasizmi? Aynan ishlaganingizda dangasa bo'lmaydi erkak kishi. Ishni topish jarayonida dangasa bo'lib qoladi. Ish yo'q, ishlamaysiz. Bir joyda yotibsiz, u yoqqa chiqsiz, bu yoqqa chiqsiz, ish yo'q. Mana shu joyda yengib o'tib olsangiz, o'tib ketasiz. Shuning uchun harakatchan, xo'p, mayli, ish yo'q. Nima qilish kerak? Shunaqa erkak kishi. Hozir qizlarga haligi to'y masalasi bo'yicha, ya'ni kuyov topish planka haqida gapiryapti, bunga sakrab ketdi. Lekin aynan mana shu joyda qizlar ham e'tibor beradigan narsa, ishga chiqdi, bo'lmadi. Nima qilish kerak? Uxlab kechasi bilan uyga borgan uxlab yoki kino ko'rib vaqt o'tkazgandan ko'ra kitobingni olib kutubxonaga chiqib ket. Yoki mayli kutubxonaga chiqma bo'pti. Hech bo'lmasa turib uyingni tozala. Nimadir foydali narsa qil, tushunyapsizmi? Vaqtni behuda o'tkazmagan erkak albatta natijaga erishadi. Men bu narsani o'zimni ukamdan o'rganganman. Aynan mana shu narsani. Ishga chiqmay qoldi. To'g'ri, u ham masalan ba'zan uxlaydigan paytlar bo'ladi, lekin aksariyat holatda vaqtini behuda o'tkazmaydi. Va shuning uchun mendan Koreyaga keyinroq kelib, mendan yaxshiroq natijalarga erishdi. Tushunyapsizmi bu narsa? Ya'ni real qarash kerak. O'zim atrofimda ba'zan kichkinalardan o'rganamiz, ba'zan kattalardan o'rganamiz. Shuning uchun insonga e'tibor bersiz, tabiatiga e'tibor bersiz. Erkaklarda omadlisi vaqtini behuda o'tkazmaydigani bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Va o'zimga ham shu maslahatni doim berib kelaman. Harakat qilaman shunga. Ya'ni chunki insonmiz, men ham ba'zida dangasaligim tutib qolib, boshqa bo'lgan paytda harakat qil, xullas vaqtingni behuda o'tkazmaslikka degan maslahatni doim beraman. Ya'ni nima bilandir band bo'lish kerak. Shunda albatta bu inson natijaga erishadi va qizlar ham Koreyada yuribsizlar, kuzatib yuringlar shunaqa insonlarni. Sizlarga agar xaridor bo'layotgan bo'lsa, turmushga chiqinglar shunaqa insonlarga. Harakatchanmi, boshqami? Erkak kishi kuzatadimi, ayollar ham kuzatsa bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'noda menga turmushga chiqaman emas, ko'zi bilan ko'radi, ya'ni birga o'qiydi yo boshqa qiladi. Shu tomonlama sekin ko'rib olsa bo'ladi yoki surishtirganda ham yana bilsa bo'ladi. Harakatchan bo'ladi dedimmi? Harakatchan bola albatta natijaga erishadi. O'zi inson har safar o'ziga yaxshilikni tilash kerak. Yaxshi inson qidirish kerak. Bu degani ayol kishi, men ayol kishimanu, kerak bo'lsa meni topsinlar, qidirsinlar degan emas, o'zi ham qiziqish kerak. Kerak bo'lsa ayol kishi ba'zida o'zi bildirib ham qo'yadi. Endi mana bunaqa narsa borda, hamma juftini har xil topadi. Ba'zan shunaqa narsalar bor. Hozirgi kunda juda ham jamiyatimizda bitta qizni otasi sizga kelib turib, "Mana qizimga uylansa, wow" deb jamiyatimiz to'polon qilib o'zini qizini taklif qilyapti, boshqa qilyapti. Yo'q, taklif qilinadi, qiz bola ham. Yaxshi bir yigitni ko'rib qolsa, yigitga ham xaridor bo'linadi. Bu tarixda, dinimizda, boshqa joyda buni nimalari, misollari ko'p. Shuning uchun iloji boricha shu yerda masalan ikkita bir-biriga mos insonni ko'rib qoldinglarmi? Harakat qilinglar. O'rtaga tushish o'zi biroz qiyin. Lekin men o'rtaga tushmoqchi emasman, lekin shu qizni ham bir ko'r o'rtoq. Mana shu ham shunaqa qiz bor deb biroz yo'llab qo'yisham bu savob aslida. Lekin ertaga mendan ko'r, men shunchaki variant taklif qilyapman senga. Shuni oldi, men bo'yningdan ushlab turganim yo'q. Chiroyli, buni ham o'zingiz ham strafovka qilib qo'yish kerak. O'zingiz ham ehtiyotingizni qilib ko'rish kerak. Ertaga oilasi o'xshamay qolsa, sen menga shuni tavsiya qilavering degan narsa bor. Insonlar birinchi o'rinda o'zini ayblamaydi. Boshqalarni ayblashga usta bo'ladi. Tavsiya qilib ko'ryapman, o'zingda xulosa, men buni borib senga nima qilmayapman deb biroz shunaqa savob uchun ham yo'llab qo'yish ham yaxshi. Yoki o'sha qiz tomonidan ham dugonangiz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Masalan, ko'proq bolalar dugonasidan yo'q bu yoqdan so'raydi-ku musofirchilikda. Men o'rtada turmayman, lekin tavsiya qilaman, bir-birlariga moslarni birozim yo'llab qo'yish. Ayniqsa kattalar, yosh katta, hozir mana Koreyada juda ko'plab yosh katta insonlar bor. Turmush qurgan, bu yerda anchadan beri biznes qiladi, boshqa qiladi, yashashadi. Shunaqa insonlardan, ayniqsa Xudodan qo'rqadigan rostgo'y insonlardan bir maslahat olib ko'rish kerak. Shunda yaxshi natija bo'ladi, Xudo xolasa. Qizlar ham biroz kibrdan kechinglar, shunda yaxshi. O'sha plankani biroz tushiringlar. Sababi balki o'sha sizlar xohlayotgan narsaga birgalikda erisharsizlar.
Yaxshi niyatda bu ham. Yaxshi niyat bilan yaxshi harakat bo'lsa, erishiladi albatta. Ayol kishi sabrli bo'lish kerak. Koreyaga kelgandan keyin. Aa, Eng muhim bo'lgan narsa nima Koreyaga? juda ham anaqa nozik nuqtada bu. Bir narsa ko'rdim. O'zbekistondagi talabalar gruppasida yoki Qozog'istonlik talabalar orasida bir gap ketgan. Shunaqa gap ketyapti. Men qiyinchilik bo'ldi. Tekpek qildim, boshqa qildim. Hali qiz natijalarga erishib ketganda. Lekin juda ham achinarli narsa, Koreyaga kelayotgan ayol kishi yoki biz o'zbek ayoli qiyinchilikka tushib qolsa, erga tegish orqali erkakdan moddiyatni tezda qidirib qolyapti-da. Qiyinchilikka tushib qoldi, biron bir erkak menga yordam bermasa, men bu qiyinchilikdan chiqib keta olmayman degan narsa bor. Bu iffatini saqlashga ta'sir qilib qoladi. Erkak zoti borki, xolis yordam beraman desa, o'zi to'g'ridan to'g'ri yordam bermaydi. O'rtaga bitta ayolni qo'yadi, keyin yordam beradi. Tushunyapsizmi? Tagi maqsadi agar u ayol bilan nimadir ishqiy munosabat yoki nimadir xohlayotgan bo'lsa, mehribon bo'ladi, yordam beradi, boshqa qilib natijasiga nima deydi, niyatiga erishishga harakat qiladi. Va qizlar kimdir yordam berganda, ayol kishi yordam berganda, albatta u insonga bog'lanadi, o'zini topshiradi, boshqa qiladi va juda ko'p qattiq xatolarga yo'l qo'yilayotgan holatlar mana shundan kelib chiqadi. Va mana shu o'rinda o'sha erkaklarga ham aytmoqchiman, juda ham yordam bergisi kelsa, savob deyotgan bo'lsangiz, men unga yordam beryapman, begona davlatda ota-onasi yo'q deyotgan bo'lsangiz, atrofda ayollar ko'p, guvohlar bilan yordam bering. Yolg'iz yordam bermasdan, telegramlarda, lichkalarda yozishmasdan, o'rtaga guvoh qo'yib qilingchi, agar juda ham savobni xohlayotgan bo'lsangiz. Qani, ana o'shanda bir xato qilinarmikin? Bir odamlar guvohligida inson baribir insonni uyatadi. Shuning uchun xato qilmasligi ko'proq bo'ladi. Mana shu tomonlama ayollarimiz o'zbek ayoliga biz onalarimizda, momolarimizda bo'lgan iroda va sabr bo'lish kerak. Ya'ni bir moddiy holatga tushdingiz degani nomusingizdan kechib oling degani emas. Bir qiyin moddiy holatdan tushdingiz, bu nomus orqali hal qilinadigan narsa emas bu. Biroz qiynaling mayli. Tirikchilik qilgani va koreyslarga ham bir yo'la o'zingiz topshirib yubormang. Ba'zi qizlar bor, ishga kiraman deb koreys boshliqlarga birpas o'zini topshirib qo'yadi-da. Yoki turmushga chiqqisi kelib qoladi. Harakat qiling, yaxshi insonni haligi bolaligingizda orzu qilgan oilani ushlayin, asha oilani qurasiz. Albatta o'sha oilaga yetishasiz. Haligi ozgina moddiyatdan qiyinchilikka tushib qolsangiz, birpasda koreysga turmushga chiqib ketishni o'ylavermanglar. Ya'ni o'sha orzuyingizdagi oila albatta bo'ladi, faqat endi koreyslarda ham bu ikkita millat o'rtasida bo'layotgan nikohlarda ham yaxshilari bor, yomonlari bor. Dostoyniy koreyslar ham bor. Ko'pchilik hozir Koreyaga turmushga chiqishda boshqa qilishga gapiryapti. Bir erkakni ko'rib qoldim. O'zbekistonga borib, o'zbek orqasidan musulmon bo'lib, O'zbekistonda 4 ta farzandi bor ekan. Xuddi biz O'zbekistondagi bir erkak bo'ladi-ku, 40-50 yoshlardagi o'zbek erkagini haligi koreysda yuzda ko'rib ketdim-da. O'zbeklarga durrani qilib, O'zbekistonda harakat qilib yuribdi. Haqiqiy dostoyniy musulmon bo'lib, oxirigacha turib beradigan bo'lsa, u пожалуйста deydi-yu. Marhamat. Unga umuman men pretenziya qilmayman, ya'ni umuman qarshilik qilmayman, qarshi fikr aytmayman, chunki bu insonlar to'g'ri yo'l tanlagan. U ayoldan bitta buyum sifatida nafsini qondirib ajrashib ketadigan buyum emas, oilasini mustahkam qilib, hatto O'zbekistongacha borib birga yashayapti, tushunyapsizmi? Mayli u Koreyada bo'lsin, Koreyada yashasin, lekin dostoyniy bo'lib, oxirigacha mahkam turib, ayolini ushlab, hamma tomonlarni ta'minlab, musulmonchilik tomoni, endi o'zim musulmon bo'lganim uchun albatta bu narsani qo'yaman, musulmonlikni qabul qilib oxirigacha chinakamiga qabul qilib yashasa, umuman muhokama yo boshqa narsa qilishga haqqimiz yo'q. Endi kimdir musulmonchilikdan butunlay chiqib ketib, boshqa qilib uni ushlab qola olmaymiz biz. Boshqa qilayotgan bo'lsa, koreyslar yo'liga kirib ketayotgan bo'lsa, bunaqa insonlarda biz nima deydi? Dinda majburlash yo'q deydi-ku. Musulmon bo'lsin demaymiz. Cho'chqa yeyapsanmi? Boshqa qilyapsanmi? Aroq ichyapsanmi? Boshqa qilyapsanmi? Biz islomga muhtojmiz, islom bizga muhtoj emas. Ya'ni islom bizsiz ham kuchli edi, biz bilan ham kuchli bo'lib qolmaydi, tushunyapsizmi? Oldin ham shunday qoladi. Shundoqcha qoladi. Shu sababli birovni majburlamaymiz, lekin tavsiya o'rnida aytamiz biz. Tavsiya o'rnida albatta bir musulmon ayol bo'lgandan keyin musulmon erkakka turmushga chiqish kerak bo'ldi. O'sha gapirish haqida gapni ochib ketdingiz.
misol biz o'zbek fuqarolarimiz o'sha tennislarimiz kerak bo'lsa, birga ishlayotganda yo ba'zi holatlarda o'sha kelis ovqatlarni cho'chqami, mol go'shtimi, tovuq go'shtimi halol bo'lmagan ovqatlarni ba'zida iste'mol qilib turishadi va men shaxsan ularga ba'zida aytaman, bu narsa to'g'ri kelmaydi, halol emas. Ular shunaqa qarashadiki, bu narsani nima qilib kelganman, sen gapirsang-yu gapirmasang u narsa davom etadi deganday qilishadi. Haligi bir hijolat ham qilishmaydi va men hattoki hijolat qilib ketaman gapirganimda bularga, shunaqa insonlarga. Shuning uchun eng zo'r yo'lini aytaman. O'zingiz amal qilsangiz, ana shu eng zo'r gap. Ya'ni bir insonga biz cho'chqa, men ko'zim bilan ko'rdim. Shunaqa bo'lganki, biz birinchi 2016-yilda kelib mol go'shtini yeb yurgan paytimizda, ya'ni Koreyada so'yilgan mollar bilasiz, halol bo'lmaydi. Yeb yurgan paytimizda bir Qozog'istonlik akamiz zavodda ishlaganmiz o'sha paytda, yangi kelganmiz, ish yo'q, boshqa shaharga borib zavodda ishlab kelganmiz. Bir og'zim bizga, to'xta, mana bu bizga halol bo'lmaydi deb aytmagan. Va o'sha go'shtni o'zi yemagan, o'zi bilan ovqat olib kelardi, yo bo'lmasa hech bo'lmasa guruchini olardi yoki tuxum bo'lsa tuxumini olardi. Maksimum halol narsani yeyishga harakat qilib va namoz vaqti kelganda indamay borib namozini o'qib kelardi va bizga indamasdi ham. Va o'z-o'zidan haqiqiy iymonga kelish kerak bo'lgan inson, Alloh xohlagan va o'zi harakat qilgan, to'g'ri yo'l topaman degan inson bo'lsa, xolis bo'lsa, haligi qamab olib, quyoshni ko'zini yumib olib, quyosh yo'q deydigan inson bo'lmasa, to'g'ri narsani qabul qiladigan inson bo'lsa, o'z-o'zidan haligini amal qilayotganini ko'rib turib, sizga ta'sir qiladi. Ya'ni ko'pchiligimiz aytamiz, nimaga bizning gaplarimiz ta'sir qilmaydi desa, biz o'zimiz yaxshi amal qilmaymiz. Ya'ni unga cho'chqa yemaslikni aytamiz. Biz cho'chqa yemaymiz-da, biz qila olganimizni boshqalardan talab qilaveramiz. Lekin o'zimiz 5 mahal namozni o'qiyapmizmi degan savolni o'zimizga berish kerak. Shuning uchun o'zingiz agar bitta musulmon, haqiqiy musulmon nima talablarni qilish kerak bo'lsa, o'sha talablarni qilayotgan bo'lsangiz, ana o'shanda ikki og'iz gapirib ko'ring, gapingizni vazni og'irroq bo'ladi, u inson bittada qabul qiladi. Agar siz unga mayli aynan cho'chqaga amal qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Cho'chqa yemaslikka cho'chqa yemayapsiz, lekin boshqa joydagi amallaringizda kamchiliklar bor-da, tushunyapsizmi? Ana o'shaning uchun sizning gapingiz ularga ta'sir qilishi qiyinroq bo'ladi. Ya'ni bunaqa o'rinda nima qilish kerak desa, aka yoki uka albatta aytib qo'yishni men tavsiya qilaman, bu ham kerak. Chunki o'zingiz zo'r amal qilmagan taqdirda ham bir og'zim aytib qo'yish kerak. Bizga halol bo'lmaydi, meni vazifam aytib qo'yish. Lekin bunga amal qilish siz vazifangiz ekan, mendan xafa bo'lmang deb chiroyli usulda, chiroyli yo'l bilan bir og'zim aytib qo'yilaveradi. Va ana shuni aytganingizdan keyin to'xta, o'zingizga ham aytasiz-da, bunga ayting. Bunga shuni cho'chqa yemaslikni tavsiya qildim. Lekin men qilishim erkak kishi bo'lib, musulmon bo'lib turib qilishim kerak bo'lgan farzlar nima? 5 ta farzimiz bor. Ana shu 5 ta farzni men to'liq ado etyapmanmi? Ya'ni menga kerak tegishli bo'lganlarni, ya'ni zakot masalasi, boy ma'lum bir mablag'i ta'sir qilyapti, o'zim amal qilyapmanmi degan savolni o'zingizga berib turib, ana o'shanda o'zingiz ham o'sha bitta insonga maslahatni yoki bir yomonlikdan qaytarsiz, o'zingizga ham tezda savolni berib qo'ying. Men o'zim shunchalik zo'r amal qilyapmanmiki, boshqalarga gapiryapman degan savolni berish kerak. Men harakat qilaman, shu mana hozir gapiryapmanmi? O'zimga ham albatta ichimda gapiryapman. O'zim ham erkak bo'l dedim, erkak bo'lishim kerak. Shunaqa, birovga bir narsadan qaytarsangiz, o'zingiz uchun ham to'xta. Mayli o'sha o'rinda bo'lmasin, jicha nariroqqa borib turib, o'zingizga hatto ovoz chiqarib gapirib qo'ying. Muhammad, Abbos, masalan, meni ismim Abbos bo'lsa, Abbos, sen o'zing nima shunga maslahat berding hozir. Endi o'zing yana ham yaxshiroq amal qilishing kerak degan savolni berib ketsangiz, keyingi safar maslahat berganingizda yoki qaytarganingizda gapingizni vazni og'irroq bo'ladi va u inson osonroq qabul qiladi. Chunki biz bitta mutaxassisdan maslahatni tezroq olamiz. Mutaxassis bo'lmagan insonning gapini shunchaki yengil qarab qo'ya qolamiz. Shunga o'xshagan narsa bu ham. Agar siz mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, amalda zo'r qiling va ana o'shanda gaplaringiz og'irroq bo'ladi va bu insonlarga ham albatta biz zo'r amal qilmagan taqdirimizda ham hamma o'zi uchun javob beradi. O'zingizlar uchun bo'lsa ham cho'chqadan harom narsalarni yemanglar. Shuni aytib qo'yamiz. Mana Sandayda yashab boryapsiz uzoq vaqt davomida. O'zbeklarning soni ko'payganligi sababli
ovqatga bo'lgan talab ham kuchayib bordi Shunaqa. va shu sababli Allohga shukr ikkita katta magazin ochildi. Ikkita katta magazin, oshxona bor. 3 ta oshxona bor, halol 3 ta oshxona. Lekin ba'zi holatlarda kuzatib boryapmiz. Magazinlarda o'zingiz ko'ryapsiz, halol emas bo'lgan mahsulotlarni ham qo'yib qo'yishyapti. Bilmaymi, bilmadim. Yo'q. Bunga birpasda negativ reaksiya qilmaslik kerak-da. Balki haligi insonda musulmonlar bilan bog'liq ilmi yetarli emasdir. Ya'ni uni yashash muhitini kuzatish kerak. U oshxonani ochayotgan inson qanaqa muhitdan kelib chiqib, oilaviy sharoiti qanaqa yoki oilaviy sharoit degani moddiy sharoitni aytmayapman. Oilaviy muhit qanaqa? U masalan musulmonlik darajasi bo'ladi insonni, amal qilish darajasi bo'ladi. Taqvodor musulmon bo'ladi, mo'min bo'ladi. Har bitta daraja bor. Musulmonman, din haqida gapirmayapman. Ya'ni oddiy turmush tarzi. Sababi din haqida o'zi mutaxassislar bor. Birpasda haligi insonga negativ fikr bildirmasdan oldin shaxsan uchrashib, o'zingizni gapingiz o'tmasa, o'zingizni gapingiz o'tmaydigan bo'lsa, bironta yosh kattaroq yoki shu insonga ta'sir qiladiganroq insonni topib, shunaqa holatga duch kelib qoldim. Bu akamiz obro'si bor, boshqasi bor, balki bilmasdan qilgandir. Balki musulmonlar bu narsani olmasligini bilib bilmay olib qo'yishini tushunmayotgandir deb bironta yosh kattaroq inson. Aynan men shu atrofdagi bo'layotgan oshxonalar bo'lsa, albatta oshxona rahbarlari bir-birini ko'rishadi. Shunda ikkinchi oshxona rahbaridan masalan, aka shunaqa, u akani yomonlashmas, lekin men o'zim borib gapirsam, meni yoshim kichkina bo'lishi mumkin, tajribam kichkina yoki meni gapim begona bo'lishi mumkin. Sizlar bari oshxona yurgizasizlar. Balki tanishdir. Tanish bo'lsa, bir og'zim aytib qo'ying, shu oshxonasida yoki do'konida halol bo'lmagan narsalarni sotishyapti yo boshqa qilishyapti aytib qo'yilsa, u inson albatta qabul qiladi. 2 marta aytildi. 3-chisida keyin mana o'zimizning gruppamiz bor. Ana shu yerda aytildi bu narsa. Sababi ana shu insonlar birinchi, ikkinchida qabul qilmaganligi uchun ommaga olib chiqildi bu narsa. Ya'ni ehtiyot bo'linglar deb qolganlarni ogohlantirish maqsadida olib chiqildi. Shuning uchun birinchi o'rinda shunaqa o'zbek oshxona ochib, halol oshxona ochib ish yurgizayotgan akalarimizdan iltimos qilib qolardik. Aynan halol narsalarni sotayotganingizda orasida harom bo'lishini ogohlantirib, aytib, katta qilib yozib yoki guruhlarda aytib qo'yinglar. Sababi bu yerda halol mahsulotlar bor degan inson tekshirmasdan olaveradi bizda o'zbeklar. Aynan mana o'zim ayolimam bir shirinlik bor ekan, qizimga olib bergan. Haligini uygacha olib kelib, yemagan hali. Doim mendan so'rashadi, siz tekshirib bering, hali bir ikkita programmalar bir mufko bor, u eskirib qoldi biroz, lekin hali ham ishlatsa bo'ladi lekin. O'shanda tekshirib bering, koreyscha mahsulot ekan deydi. Tekshirib, tarjima qilib o'qib chiqsam, haqiqatda cho'chqa go'shti qo'shilgan ekan, boshqa qilingan ekan. Shu tufayli qaytarib qoldim. Endi uni kimdir borib so'rab o'tirmay yeb qo'yadiganlar bor, boshqalar bor. Shu tomonlama akalar iltimos sizlardan o'zbek oshxona yoki o'zbek magazin ochayotgan bo'lsanglar, albatta halolligiga e'tibor beringlar. Sababi sizlar halol deb tepasiga ko'p joylarga yozib qo'ygansizlar-da, biz u yerdagi mahsulotlar hammasini halol deb o'ylaymiz. Yoki bo'lmasam, tarkibida yoki oshxonamiz ichida halol bo'lmagan mahsulotlar ham bor deb yozib qo'yinglar. Sababi sizlar musulmon auditoriyaga sotyapsizlar bu mahsulotlarni, shuning uchun musulmon auditoriyani ham hurmat qilsanglar, xudo xolasa ishlar yaxshi bo'ladi. Va bunga mana bu magazinda bor-ku, undan indamay olyapsizlar-ku degan vajda qo'ymaslik kerak. Sizga bitta buni misol bilan men juda ham yaxshi ko'raman, o'zim tilshunoslik sohasida bo'lgancha metafora qilaman, o'xshatish qilaman, o'xshatib boshqa narsa bilan tushuntiraman-da. Siz ma'lum bir chegaraning doirasiga kirganingizdan keyin ana shu chegarani doirasidagi qoidalarga amal qilishga majbursiz. Yoki bo'lmasa o'sha chegaradan chiqing. Ya'ni mana shu stolda ustuni musulmonlarning chegarasi, mana shu ichkariga kirganingdan keyin musulmonlarning qoidalariga amal qilishga majbursan desak, xohlasang kir bu zonaga. Ya'ni bu hududga kir. Xohlasang kirma. Kir demay endi amal qil. Tushunyapsizmi? Ya'ni Koreyaga keldingiz, Koreya qonunlariga o'z-o'zidan amal qilasizmi? Amerikaga borsangiz, Amerika qonunlariga amal qilasizmi? Iloji yo'q, qilmasangiz bir kun boshingiz devorga tegadi, taqaydi. Musulmonlarning orasiga kirganingizdan keyin ham, musulmon auditoriyaga halol deb ovqat sotganingizdan keyin ham, marhamat musulmonlarning ham qonun qoidalariga amal qilib qo'ying. Ya'ni u auditoriyani ham hurmat qiling. Buni ham o'zini qonun qoidalari bor. Ming hozir jazo qo'llanolmayotgan bo'lsa ham, ommatan uni boykot qilish nimamiz bor, masalan, kirmasdan umuman kirmay qo'yish xohishimiz bor. Bu bizning istagimiz, hech kim buni majbur qila olmaydi.
Endi xohlasang shu deb beraverish bu menimcha yaxshi ish emas. Xohlasang musofirmizmi endi bo'ldi, mashinadan boshqa oshxona yo'q ekan deb, yoki mashinadan boshqa do'kon yo'q ekan deb, menda shunaqa prinsip bor. Hattoki o'sha mahsulotga ehtiyojim bo'lsa ham, o'zim xohlab tursam ham, lekin o'sha oshxona xodimi tomonidan yoki oshxona tomonidan behurmatlik qilinsa yoki mensitishmasa mijozning xohish istaklarini. Albatta mijoz ham juda haddidan oshirib yubormaslik kerak. Lekin men albatta harakat qilaman, hattoki shu yaqin atrofdagi oshxonalardan kirib so'rashingiz ham mumkin. Chiroyli muomala qilib, chiroyli harakat qilamanki, u ham menga shunaqa qilsin. Lekin mensilmasa, chiroyli javob qaytarilmasa, bunga yarasha teskarisi bo'lsa, kirmaslikka haqqimiz bor. Va bu narsa bir necha martadan yuqori bo'lgandan keyin men albatta ommaga olib chiqaman bu narsani. Ya'ni o'sha halollik masalasini guruhga tashlagan akalarimizda ham keyin men aloqaga chiqdim. Nima sababdan birdaniga guruhga yozib yubordinglar deb so'rasam, aka biz birinchi o'ziga aloqaga chiqdik, biroz gapimizga bepisand qarashdi, aytib qo'ydik. Boshqa hududdagi Raduga degan oshxona bor. U yerda endi ruslar, koreyslar boshqaradi. Ular olib kelsa bo'laveradi, chunki ular haligi musulmonlarning chegarasining ichida emas, u insonlar, tushunyapsizmi? Ular musulmonlarning qoidalariga rioya qilishga qachon musulmon bo'lsa haq amal qiladi-da ular. Musulmon bo'lmagandan keyin ular xohlaganini sotaveradi. Ular chunki shu yo'lni tanlagan. Endi sen mana bu yo'lni tanlab, buni ichiga kirib olib turib, ularning xatti-harakatini qilib, qoidalarni mensimaslikka haqqing yo'q. Shuning uchun chiroyli qilib joyiga qo'yib qo'yiladi. Shunaqa. Endi bizda mahallada hozirgacha men toza rus ko'rmadim. Barcha ko'rgan odamlarim o'zbek, musulmon. Talab shunga yarasha. Endi 9 yildan beri Koreyadasiz. Oilangiz ham bor. Mana qizingiz katta bo'lyapti. O'sha ozgina gapiradi, to'g'rimi hozircha? Albatta, bemalol. Endi kelajakda Koreyada qolib ketishmi niyat yoki ma'lum bir vaqtdan keyin qaytib ketishmi? 100% men qaytib ketmoqchiman. Lekin menda o'ylantirayotgan narsa qachon qaytib ketishimni yaxshi bilaman deydi-ku. Shuning uchun 100% qaytib ketish niyatidaman. Shu qaytib ketish masalasi bo'yicha hozir doktorantura, ya'ni PhD ni yoqlab ketishni ham o'ylab turibman. Shuning uchun albatta qaytaman O'zbekistonga. Sababi O'zbekistonda ba'zan ko'rib, ba'zi narsalar, hatto Koreyada topolmagan narsalarimizni ko'rib, vatanimiz undoq bo'lib ketyapti, bundoq bo'lib ketyapti deb bu yoqqa chiqib olib gapiraverishdan ko'ra, borib turib, o'sha islohot jarayoniga, yaxshilik yo'liga o'zimiz hissamizni qo'shishimiz kerak. Anu rahbar chiqib olib bunaqa dedi, manu rahbar chiqib bunaqa dedi, bunaqa harakat qilyapti deb hamma o'zini davlat ishidan chetga tortaversa, hech kim borib u yerda boshqa ish qilmasa, bitta amal qilmasdan turib bu yerda gapiraversak, o'sha tizimning ichiga kirib turib, ya'ni hozir islohot ketyapti, yangi O'zbekiston bo'lyapti, islohot ketyapti. Har qanaqa davlat baribir bunaqa qiyinchiliklardan o'tadi. Men siyosat tomonlama aytmoqchi emasman. Bo'lmasam o'sha jamiyatning bitta a'zosi bo'l, yaxshi tomonlama, yaxshilikka, rivojlanishga qarab yurishiga sababchi bo'l. Kir ichkariga. Ya'ni u yerda kirsang, seni hech qachon birdaniga chiqib olib siyosatni gapirib boshqa qilish kerak emas inson. Yo'lini topish kerak. Men juda katta misol qilib Sardor Rahimxonni ajr loyihasini bitta misol qilib keltiraman-da. Qayerda ko'rdinglar Sardor Rahimxonni chiqib siyosatdan olganini? Mana shu qiyinchilikda tushayotgan insonlar aynan davlat shunaqa bo'lgani uchun bo'lib qoldi deganini xatti-harakat bilan javob berish kerak. Xitoyda bo'lgan voqea, bitta tosh yo'lda turgan ekan, hamma gapiraveribdi, davlat olmaydi shu toshni yo'ldan debdi. Oxiri bitta inson kelib sekin o'sha toshni joyidan jildirishga harakat qilibdi. Keyin xalqning ko'zi ochilibdi. Bir kishi kelib qo'shilibdi, ikki kishi kelib qo'shilibdi. Oxiri haligi toshni yo'ldan olib tashlashdi. Yo'lga xalaqit beradigan toshni. Shunga o'xshab o'zimiz bitta jamiyatning bir qismi bo'lib, u yerdan isloh qilmagunimizcha chetdan turib olib qancha gapirmaylik befoyda. Gap bilan isloh qilib davlat rivojlantirsa bo'lganida katta islohotlar, yer yuzidagi rivojlanishlar shunchaki gap bilan bo'lib ketgan bo'lardi. Qayerda qarasangiz, Fransiyada mana burjuiya inqilobi, hamma inqiloblar yoki islohotlar, hattoki industrial, ya'ni sanoat inqiloblari qiyinchilik bilan bo'lgan, osonchilik bilan bo'lmagan. Koreya ham bu davrga, ya'ni bunaqa rivojlanishga erishish uchun birinchi bo'lib migrantlar Amerikaga borib ishlagan va o'sha yerda ishlagan migrantlar Koreyaga qaytib kelgan.
Va albatta siyosiy masalalar bor. Bularni endi tarixda yaxshi bilgan insonlar ular biladi. Koreyani yana bitta yutug'i chiroyli diplomatiya qilgan. To'g'ri, Amerikani boshqasi deymiz, lekin bularning diplomatiyasi ayyorona va juda ham puxta o'ylangan diplomatiya hisoblanadi. Shu tomonlama yaxshi tomonlarni olinaveradi. Qanaqa davlat bo'lsin, hatto sizga yoqmaydigan davlat bo'lsin, hatto hozirgi kunda Isroil bo'lsin, Isroildan ham yaxshi ilm-fanda yutuqlarni olib ketilaveradi. Men shu narsani aytaman. Isroilda masalan qilayotgan ishlarini aniq 100% qoralayman. Insonlarni, fuqarolarni o'ldirishini, boshqa qilishini qoralayman, lekin Isroilda rivojlanish darajasini olaylik. Rivojlanishni olishimiz kerak-da. Biz ham O'zbekistonda va buni albatta tarixda shunaqa faktlar bor, faktlar orqasidagi haqiqatlar bor-da. Amerika tomonidan moliyalashtirilishi va Amerikani boshqaruv darajasigacha erishgan yahud millati qanday qilib bunga erishdi? Bu yerda halol yo'l bor, harom yo'l bor. Albatta musulmonlarga halol yo'lni tavsiya qilmayman, lekin halol yo'lni olsak bo'ladi-ku. Ya'ni chetga chiqqandan keyin albatta kunligimiz kunda-kun kunbay ishlab o'tib ketish bilan emas. Nima sohada mutaxassissiz? Masalan, ingliz tili sohasimi? Yoraveradigan ingliz tili mutaxassisi bo'ling. Advokatmiz, yoraveradigan advokat bo'ling. Ana shu o'zingizni sohangiz mutaxassisligi bilan birga qadriyatlaringiz, ya'ni islom bilan bog'liq qadriyatlaringizni jamlasangiz, siz ham albatta jamiyatni o'zgartirib yuboradigan darajada buyuk insonga aylanasiz, albatta aylanasiz. Balki hozir mana men 30 ga qarab ketayotgandirman. Aksariyat buyuk insonlar 15 yoshda chiqdimi, 30 yoshda chiqdimi, yoshini ahamiyati yo'q. Muhimi chiqdi. Tushunyapsizmi? Hech qachon kech bo'lmaydi, hech qachon erta yoki kech bu narsaga qaramaslik kerak. Muhimi g'oyani, maqsadni aniq to'g'ri qo'yib olib, menda ham juda ko'p bo'ldi. Aynan shu magistratura davrida maqsadimni yo'qotib qo'ygan davrlarim bo'ldi. Va o'sha maqsadni qaytadan topib, harakat qilib hozirgi kunda tushunib yetdimki, jamiyatni o'zgartirmoqchi bo'lsak, birinchi o'zimizni o'zgartiraylik. Sohamizni zo'r mutaxassisi bo'lsak, ana o'shanda jamiyatni o'zgartira olamiz. Sohani zo'r mutaxassisi bilan birga qadriyatlar. Xo'p, shu yergacha podkastimizni to'xtatib qolamiz. Xudo xolasa bizni kuzatib borganlar ikkinchi qismini talab qilsa, ikkinchi qismini ham olamiz inshaalloh. Xo'p, shu yergacha juda ham yaxshi gaplar gapirib chiqildi. Xo'p, sizlarni podeskani kutib qolamiz. Abdusbek akasiga katta rahmat sizlarga. Men bir narsani qo'shib ketay shu o'rinda. Meni hayotda erishgan natijam, ya'ni moddiy natijalarim unchalik yuqori emas. Men buni Telegram orqali menga murojaat qilganingizda ham aytib o'tdim. Va hozirgi kunda real hayotda olib chiqish uchun aynan bitta biznesmenga borib podkast olish shart emas. Birma-bir hayotiy mana shu Koreyada yashab yurgan real hayotni ko'rsatib beradigan insonlarni borib podkast olishingiz ham yaxshi. Albatta yutuqlarga erishgan insonni yo'lini olish yaxshi. Lekin shu bilan birga tajribasi ko'p, shu yerda uzoq yillardan beri yashab va yomon yo'lga kirib ketmay, chiroyli oila qurib, bu yerda yurgan insonlar ko'p-da. Shunaqa insonlardan sekin-sekin o'rtoqlashib fikrlarini olsangiz, bu ham juda ham katta yutuq bo'ladi. Va menga ham bu podkastga kelish juda ham yoqimli, sababi men o'zimning hobbim blogerlik, ommaga gapirishni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin ommaga gapirishda ham mana shu ehtiyot bo'lamiz, ustozlardan so'raymiz, boshqa qilamiz. Sababi bizni hech kim bu yerga tayinlamagan. Shuning uchun agar xalq xohlasa, boshqa qilsa, ikkinchi qismini ham albatta qilamiz, harakat qilamiz. Va sizlarga ham ijodiylarga omad. Charchamanglar, o'qishinglarga omad. Koreyada yaxshi natijalarga erishib, Xudo xolasa vatanimizga hissa qo'shinglar sizlar ham. Chunki vatan baribir vatanda. Vataningiz bo'lmasa Koreyada qiyin-da, masalan. Biz ham gapirayotgan til o'zbek tili. Vatandoshlarimiz ko'rib turib, kuzatib bizni quvvatlashadi-da, qo'llab. Shunaqa joyki, endi yer yuzida aslida bu yerda hech kim qolmaydi. Lekin Koreyada natijaga erisha olmasangiz, oxiri nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonga uyimga qaytaman deb baribir deysiz-ku. Agar shunaqa joyingiz yo'q bo'lsa, bitta gapimiz yana cho'zilib ketdi. Myanmarlik bir bola bilan chiqib qoldim. Narkotika juda ham o'tirib qolibdi, gapiryapti. Myanmarda urush bo'lyapti, vatanimiz vayron bo'lib ketdi. 15 yildan beri Koreyadaman dedi. Borsam, ota-onamga pul jo'natib turaman, borsam meni o'ldirib yuborishlari ham mumkin. U yerda guruh bo'lib urush bo'lyapti dedi-da. Shuning uchun vatanning tinchligini bu yengil baholamaslik kerak. Siyosiy masalalar tushunmasanglar, oshiqcha gapirmaslik kerak. Shu tufayli vatan bormi? Vatan rivoji uchun boshqacha yo'llari ham bor. Harakat qilib ko'ringlar. Boringlar O'zbekistonga, mana marhamat.
qaytadigan uyimiz bo'lishi juda ham yaxshi. Shuning uchun ko'pchilikga men o'zim shaxsiy tajribam O'zbekistonga qaytishni tavsiya qilaman. Chunki ming boshqa to'dada bo'lmang, uni a'zosi bo'lib ketishingiz oson bo'lmaydi. Shunaqa. Qo'shilishamiz, rahmat o'rgan, sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling, ishinglarga rivoj.